Tan olish kerak, hammamizni ich-ichimizdan birlashib turadigan bitta asl niyatimiz bor. Shu ham bo'lsa agar masjid qurilishiga o'z hissamizni qo'shishdir. Demak, shunday ekan, nimani kutib turibmiz? Shunaqa buyuk kun arafasida hammamiz orqamizda qurilayotgan Xo'ja Ismat jome masjidini qurilishiga o'z hissamizni qo'shaylik. Avvalambor hammalaringizga kattakon rahmat. Oxirgi qo'ygan videomizdan keyin 100 million so'mdan ortiqcha yordam qilingan. Undan keyin masjidimizning ishlari anchagina oldin ketgan va hozirgi kunga kelib yana texnika va ishchilardan salgina hisob kitoblari qolgan ekan. Shu uchun befarq bo'lmasdan hammalaringiz 5 ming so'm, 10 ming so'm, 20 ming so'm, 50 ming so'm hamma o'zini sharoitidan kelib chiqqan holda pastdagi karta raqamlariga hissalaringizni qo'shsalaringiz agar xursand bo'lardik. Shu joyda ko'pchiliklaringizni sharoitlaringiz bo'lmasligi mumkin. Sharoiti yo'qlar. Shu videomizni ko'proq tanishlaringizga ulashib qo'yinglar va o'zlaringizni istoriyalaringizga ushbu videomizni qo'ysalaringiz agar sizlar ham o'z hissalaringizni qo'shgan bo'lardingizlar. Hammalaringizga kattakon rahmat. Bayramni yaxshi o'tkazinglar.